vaqtlarda anam doim mendan ansirabli turardi. 18 yaşımda uydan qovlandim. Qattiq bir ovoz bilan tang ishtimning ho'shigan ovozini angladim. Uyimning eshigiga qattiq bir narsa usib, eshik tavrab ketdi. Balkim shu chaqda eshikdan chiqqan bo'lsam, menmi u voqeaga chetilib qolgan bo'lardim. Hatto u kishini men o'ltirib qo'yishim mumkin edi. Dal shu chaqda o'z-o'zimga dedimki, navoda men bu kech uxlagan pet o'lib ketsam, jannatga kiramayman. Cəhənnəmlik bo'lib ketaman. Keyin Allohga hijobimni qo'g'dab, dunyoni deb dinimdan voz kechmayman dedim. Keyin Star Wars'da Atlantla urushi degan filmda ishqa tushdim. Aylah Edwards, rejissor, Kanadadan, Angliyada yashaydi. Aylah Edwards degan bu ism nurg'un narsalarni ifodalaydi. Meningcha, keyin musulmon bo'lganlarning ikki xil hayoti bor deb qarayman. Biri viski, ya'ni islomdan burunqi men va yana biri bo'lsa Naylah, ya'ni islomdan keyingi men. Islomdan burunqi ba'zi taraflarimni islomdan keyinmi namoyon qila oldim. Ammo bu jihatda nurg'un narsalar o'zgardi. Rejissorlikni, da'vat qilishni yaxshi ko'raman. Yana kelib, men bir ana. Rastın desem, analıqni yenidən öyrənyapman. Men faqat bu dunyoda sizlarga o'xshash yashayotgan, qilgan har bir ishini eng go'zal shaklda qilib, Allohga ibodat qilishga tirishayotgan bir qarindishinglar xolos. Hech qanday bir dinga e'tiqod qilmaydim. Men asosan dinsiz bir oilada cho'ng bo'ldim. Chunki oilam bir yaratquchining borligiga, yaratquchining qanday bo'lganligiga ishonmaydi. Dastlabda o'zimni tuymay islom bilan tanishib ekanman. Ya'ni islomdan tunji qatim shu chaqda xabar tepib ekanman. Kanadada to'liqsiz o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtimda musulmon bir savodishim bilan tanishdim. U chaqlarda 12 yoshlarda edim. U savodishim o'zi livanlik bo'lib Kanadada yashaydi. U menga ham arabcha, ham islomga munosabatlik 3 kalimani o'rgatib qo'ydi. U kalimalar Alloh, valloh, yalloh kalimasi edi. Biz onun bilan har qitim ko'rishganimizda qiziqchilik qilib bu kalimalarni aytib salomlashatdik. Birimiz Alloh deb boshlaydik, yana birimiz valloh desak, yana birimiz yalloh deydik. Shundaq deyishganimizcha bir-birimiz bilan quchoqlashib ketdik. Biz mushundaq salomlashatdik. Men bu 3 kalimaning islomdagi muhim kalimalar ekanligini bilmaydim. 15 yoshimda Malayziyaga ko'chib kelib, shu yerda yashadik. Bilgininglardek, Malayziya islom davlati. Şunlaşqımıkin İslam mening diqqatimni tatqan edi. Bu yerdagi kishilarning hammasining bir dini bor. Ular hammasi bir ilohga, ya'ni iloh deb atashib ma'lum bir narsaga e'tiqod qiladi. Kishilarni bir ilohga e'tiqod qilishga qiziqtirgan zodi nima? Iloh deydigan bir narsaning yo'qligiga o'zimni o qadar ishontirayotgan edimki, men dinlar haqida ilohni tepish uchun emas, ilohning borligini yolg'onga chiqarish uchun izlangan edim. Ya'ni bir din tepishdan bakrak yaratquchining yo'qligini isbotlash uchun din haqida izlandim desam bo'ladi. Subhanalloh. Musulmon bo'lgandan keyin meni bir ish bakli o'ylantirib qo'ygan edi. Yana hayotimda men o'rnak olgudek birmi musulmonni uchratmadim. Shunchalik ko'p musulmonlar bilan tanishdim, ammo ularning hech qaysisi haqiqiy islom bo'yicha yashamaydi. Ularning hech biri islomga vakillik qilolmaydi. Shunga men doim agar qalbim atrofimdagi kishilar sababli o'zgargan bo'lsa edi, men qat'iy musulmon bo'lmaydim deyman. Chunki mening atrofimda menga go'zal o'rnak bo'ladigan hech kim yo'q edi. Alloh menga islomni boshqa yo'llar orqali tanishtirdi. E'tiqodim haqida o'zimni his qilmasdan, xeyli burunli o'ylanishga, tafakkur qilishga boshlab ekanman. U vaqtlarda 21 yosh atrofida edim. Malayziyada yashaydim. Kanadadan yaqin bir do'stim meni yo'qlab kelgan edi. Uning bilan yangi uyga ko'chganimni tabriklab atdik. Yangi silingan uy edi. Men ustungi qavatda, do'stim ostingi qavatga o'rlashdi. Ishtim pastki qavatda edi. Bir kuni biz qop pishirib atdik. Uyning eshik dariza, darvoza hammasi butunlay ochiq edi. Tuyuqsiz mashina usgandek qattiq bir ovoz bilan tang ishtimning havshigan ovozini angladim. Men ishni haqiqatan bir narsaga usib to'kiyotgan o'xshaydi deb o'ylab pastga tushdim. Pastga tushsam do'stim qo'qqindan qetib turibli qapti. Uningdan nemish bo'lganligini so'rasam, eshikdan chiqayotganda aynak eshikning ishtimni qisib olgan peti taqilib qolganligini aytdi. Hech kim ishini yepvatmagan edi. Hatto shamolmi bu ishni yapolmaydi.
Bu echildigan ammo o'zligidan yepilmaydigan sirtmiliq eshik edi. Normalda o'zligidan yepilib ketmaydi. Biz bu eshikning nimishqa yepilib qolganligini bilamidik. Shuning bilan bir-birimizga o'z yepilib qolganda balkim bo'pti sirtqa chiqib kirayli deb uyning eshik derazalarini taqab sirtqa chiqdik. Xatolashmasam u kuni haraq ishkilib olgan edik deyman. Kun o'tgan sari bu ishni unutib qoldik. Keyin u do'stim Kanadaga qaytib ketdi. Keyingi bir qancha oy ichida bu uyda yana oz-to'la ishlar yuz bergan bo'ldi. Ammo men hammasiga bir bahona tepib o'zimni xotirjam qilib yurdim. Masalan, men uydan chiqishdan burun ma'lum bir yerga bir narsa qo'yib qo'ysam, qaytib kelgandan keyin u narsa boshqa yerda bo'ladi. Ba'zi hujramda bir narsaning yerga tushib ketgan ovozni anglaytdim. Ammo kirib qarsam, hamma narsa joyida turadi. Balkim qo'shnimizning uydan kelgan ovozdir yoki boshqa yerdan kelgandi deb bahona topatdim. Ta bir kuni kechgacha shundoq bahona tepib keldim. Bir kun kechda hujramga kirib, ishtimni o'zining ovusiga qo'yib, endi yotay deb qarsam, teshidagi chiroqning yeniqliq qolganligini ko'rib, hujramga chiqdim. Shu chaqda bir narsani his qilgandek bo'ldim. Bu tuyg'uni burun bir qitim yashab baqqan edim. Bu tuyg'u xuddi bir yerimni mujvatgandek qiladi. Bearam bo'layotgani qalbim yoki o'pkam emas edi. Ko'ksimning o'ttirisida xuddi tugimdek turib olgan bir narsa bor edi. Bu tuyg'uni 14 yoshimda Kanadada bir qitim yashagan edim. Bir kun inim va inimning bir do'sti bilan sirtqa chiqqan edik. Inimning do'sti jin arvohlarga bak qiziqadigan bola edi. Biz ularga arvoh deydik. Musulmonlar jin deymiz. Ammo g'ayri-musulmonlar arvoh deydi. Inimning do'sti bizni arvohlar makoni deydigan bir yerga ipadi. Bizni o'ltirg'izib qo'yib, bizmi bilmaydigan harakatlarni qildi. Nemish bo'lganini bilmaydim, ammo u arvohlarni chaqirdim dedi. Men dal shu chaqda mushuning o'xshash tuyg'uni yashagan edim va hech nima deyolmagan edim. Jimmida o'ltirdim. Birdamdan keyin u bola menga "Sen ketgin" dedi. Nemishqa desam, "Biraylan sening bu yerda turishingdan bearam bo'layotadi" dedi. Men o'rnimdan turib, yugurgan petim chiqib ketdim. Chunki hiliq tuyg'uni his qilgan edim. Men bu tuyg'uni ikkinchi qatim Malayziyadagi uyimda qayta his qildim. Ardın 10 yil o'tgan edi. Ammo men u narsani ko'ramadim. Nima ekanligini bilmasammi, lekin qayerdan kelganligini his qilgan edim. U narsa palampayning eng usti tarafdan keladi. Men baq qo'rqib ketdim. Chunki u narsa meni yoqtirmaydi. Hujramga kirib, eshikni ichidan taqvatdim. Arvoq eshikni taqganning nima foydasi, shundaqmi? Bundaq ahvolda uningdan boshqa yana nima qila olaydim deysiz? Haqiqatan chorasiz qolgan edim. Orqamga shundaq burilib edim, eshikka qattiq bir narsa tekkandek eshik tavrab ketdi. Men haqiqatan baq qo'rqib ketgan edim. Nima ish qilishimni bilmay chorasiz qoldim. Uning nima ekanligini, mendan nima talab qiladiganligini, uning bilan qanday yuzlashishni, o'zim uni qanday qo'g'dashni bilmaydim. Faqat u vaqtda aqlimga kelgan birli kalima Alloh bo'ldi. Shu chaqda men eslay desam esilg'udek, taynay desam tayang'udek, yordam so'ray desam so'rig'udek hech nimam yo'q edi. Men "Ey Alloh, agar sen haqiqatan mavjud bo'lsang, meni qo'g'dig'in" dedim. Keyin karotimga chiqib yotqim keldi. Shuning bilan kichik chiroqni yiqib qo'yib, ko'zimni yumg'inimcha uxlab qoldim. Bu kecha shunchalik qattiq yomg'ir yoqqan edi. Haqiqatan yomg'ir paqlaydigan suvga o'xshaydi. Keyin Qur'on Karimda Allah sizlarning panolanishinglar va poklanishinglar uchun kechalarda yomg'ir yog'dirdi degan oyatni o'qigan vaqtimda u kechasi o'zimni shundoq rohat his qilganim esimga keldi. Men u kun atigan uyg'ongandan keyin yuz bergan ishlar haqida o'ylanmasam bo'lmaydi. Yana nimishqa bu ishlar yuz berdi degandek. Men xiyolimda Alloh bilan paranglashib, uningga duo qildim. Bilgininglardek, Allah agar bir yo'l ko'rsatkichining bo'lishini xohlasanglar, sizlar faqat talab qilinglar. Allah sizlarga yo'l ko'rsatadi deydi. Haqiqatan shunday emasmi? Islomga yoki Allohga munosabatlik hech nima bilmaydigan men qo'rqqan vaqtimda "Ey Alloh" dedim. Men yana Allohga "Tunugun kecha sen rostilla u yerda bo'lgan bo'lsang, sana ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Agar sen mening musulmon bo'lishimni xohlasang, menga yo'l ko'rsatishing kerak. Chunki 25 yillik hayotimda menga hech qanday narsa sening borlig'ingni, mavjudligingni menga isbotlab bermadi. Şuna eğer sen xalasang, menga yo'l ko'rsatgin dedim. Allohga bu so'zlarni qilgandan keyin haqiqatan o'zimni rohatligandek his qildim. Keynimda Allohning borlig'ini his qilgandan keyin qo'rqinchim yo'q bo'ldi. Bu ishlardan keyin u yerda yashag'im kelmadi.
u yerda meni bir narsa kutayotgandek his qilmadim. Shu kundan boshlab islomga qiziqishga boshladim. U vaqtda o'g'il do'stim musulmon edi. Subhanallah. Mening savollarimning javobi uningdan tepilatdi. Men uningdan shu savollarni so'rashga boshladim. Nimishqa duo qilasan? Islom bizga nima o'rgatadi? Allah bizdan nimalarni talab qiladi degandek savollarni so'raydim. U menga Allah sabr qilganlarni yaxshi ko'rdi degandek bilimlarni o'rgatdi. Bilgininglardek Allah bizdan sabrchan bo'lishimizni talab qiladi. Shun ba'zida taqatsizlanib ketsam, Allahni eslaydim va o'z-o'zimga Allah sabrni yaxshi ko'rdi, sabr qilgin deydim. Ondan men dush kelgan ishlarning ko'z oldimda boshqacha bo'lib ketganligini ko'ratdim. Shu chaqda xuddi islomni sinab qilayotgan biriga o'xshab qolgan edim. Islomiy prinsiplarni, islomiy hayotni kundalik turmushimga tatbiqlashga boshladim. Bu ahvol taxminan 6 oy davomlashdi. Bu 6 oy ichida haraq ichishni butunlay tashlash orqali islomni tatbiqlagan bo'ldim. Yana haraq ichishni tamoman to'xtatdim. Musulmon bo'lishdan 4 oy burun Ramazon oyi keldi. Men o'z-o'zimga musulmon bo'lishni niyat qilgan ekanman. Ramazon oyi haraq tashlashning eng yaxshi fursati dedim. Chunki Ramazonda hammaylar musulmon. Ramazonning oldingi kuni o'g'il do'stim Ramazonni o'tkazish uchun yurtga ketdi. Shuning bilan yolg'iz qoldim. Islomni o'rganish, musulmon bo'lish deganga o'xshash hamma narsa o'zimning izdishiga qoldi. Qur'onning inglizcha nusxasi bilan bir qancha tal yig'liq oldim. Ondan namoz qoidalarini o'rgatadigan rasmlik varaqlarni oldimga tizib qo'yib, namoz o'qishni o'rgandim. Ramazonning tunji kunidan boshlab ro'za tutdim. 5 vaqt namozimni to'liq o'qib, Qur'onning inglizcha nusxasidan kunda bir pora o'qidim. Taxminan Ramazonning o'ttirlariga deyman. Qur'onni o'qib yerimiga kelgan edim. Qur'onni har qitim o'qisam, xuddi men haqida yozilgan bir kitobni o'qiyotgandek tuyg'uda bo'lardim. Imonsiz kishilar buni ko'rolmaydi. Ularga din haqida anlatiladi-yu, ular buni anglamaydi. Agar oyatlarni o'qiganimda, men o'zimga bu yerda aytilgan kishi dal men. Undaqda men mushu kishilar qatorida bo'lishni xohlamdim deb o'zimga savol qo'ydim. Bir kuni xufton namozi vaqti edi. Men bu kecha o'lib ketsam jannatga kirolmayman, jahannamga kirman deganlarni xiyol qildim. Shu chaqda internetdan kalima shahodatni qandoq aytadiganligi haqida izlandim. Jay namozning ustida o'ltirib guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Yana guvohlik beramanki, Muhammad alayhissalom Allohning bandasi va uning elchisidir deb shahodat etdim. Men islomga to'liq kirganda yenimda Allohli bo'lganidek shahodat keltirgan vaqtimdimi faqat Alloh va menla bor edim. Subhanallah. Jay namozning ustidagi shahodat aytgan holatim hali ham esimda. Shu chaqda men atrofimda xuddi farishtalar bordek his qilgan edim. Subhanallah. Allah'ның hayatыңызға болған тәсіріні haqiqatan his qildi ekansiz. Ammo biz gunoh ishlarni qilib, o'zimizni uningdan yiroqlashtirib qo'ysak, buni albatta his qilolmaymiz. O'zimni Allohga beh yaqin his qilib, yig'ilgan vaqtlarim bo'ldi. Uning hayotimda ekanligini va meni qo'g'daydiganligini his qildim. Musulmon bo'lib bir qancha oydan keyin ma'lum bir kuni yaqin do'stimning uyiga kelgan edim. Kech bo'lganda uyimga qaytish uchun do'stimning uyidan chiqib, mashinamga chiqdim. Xaritini echib qo'yib mingan bo'lsam-mu, ammo xarita meni yo'l yo'q yerlarga boshlab eziqtiryapti. Nemish bo'lganligini bilmayman, lekin mahalladan shuncha qilib chiqqanmadim. Yana do'stimning uyidan oran 5-10 metrli mang'algan edim. Turgan yerimdan shuncha qilibmi ilgirganmadim. Oxir yo'ldan o'tib ketayotgan birini to'xtatib, cho'ng yo'lga qandoq chiqa olayman deb so'radim. Oxir u yo'lga chiqdim. Yo'lda bek ig'ir qatnash voqeasi yuz bergan ekan. Motosikletli bir odam yerda o'lik holatda yotadi. Bu voqea 15 minut burun yuz bergan ekan. Men eziqib ketmagan bo'lsam, naq qatnash voqeasiga udullab cho'ng yo'lga chiqqan bo'lardim. Agar yo'lda eziqmay, udul bu yo'lga chiqib qolgan bo'lsam, nemish bo'lganligini Alloh eng yaxshi bilgichidir. Yana shu vaqtda agar men eziqib ketmagan bo'lsam, bu voqeaga ya men uchirgan, ya bo'lmasa, yerda yotgan odamni balki men o'ltirib qo'ygan bo'lardim deganlarni o'yladim. Voqea bo'lgan yerdan o'tib ketib, ko'z yoshlarimni tuta olmadim. Ta uyga yetib kelgan qadar Rabbimning meni shu yerdan qo'g'dab qolganligiga shukr qilib yosh to'kdim. Alhamdulillah, bir qancha hafta burun menga umr qilish nasib bo'ldi. Men ikkinchi qitimliq umrni qilgandan keyinmi yana o'xshash tuyg'uni his qildim. Yana bir qitim atrofimda farishtalar bordek his qildim.
Şu çağda Allah'a yaqin bo'lishning insonga ajoyib huzur bag'ishlaydiganligini qaytadan his qildim. Men Allohga ana shu tuyg'uni qayta his qilishim uchun ko'p duo qilib yalvorgan edim. Ömür qilgandan keyin bu tuyg'uni his qildim va o'zimni shunchalik baxtli his qildim. Bu tuyg'uni his qilganligimdan mag'rurlanib, gunohga petib, Allah'tan yiroqlashib ketmay deb baxtli tirishyapman. Chunki har bir kishi bu tuyg'uni cho'qim his qilib beqishi, his qilgan bo'lsa, uning qimmatini bilish kerak deb o'ylayman. Oilam haqiqatan xursand bo'ldi. Buning sababi oilamning xushbil bir xarakterga ega ekanligidan deb o'ylayman. Ya'ni ota-onamning xursand bo'lishi mening shu chaqlarda qanchalik o'sal ahvolda ekanligimni bildirdi desam bo'ladi. U vaqtlarda anam hayotimdagi ba'zi ko'ngilsizliklar tufayli mendan bakli ansiraydi. Keyin islomning hayotimni %100 o'zgartganligi ularni xursand qilgan edi. Haqiqatan islomga kirgandan keyin ota-onam bilan bo'lgan munosabatimda ko'rinarli darajada yaxshilanish bo'ldi. Men u vaqtlarda yolg'iz yashaydim. Chunki men 18 yosh vaqtimda ular meni uydan qo'g'lab chiqqan edi. Men musulmon bo'lgan vaqtlarimda bir-birimiz bilan paranglashmaydik. Musulmon bo'lgandan keyin ular bilan yangidan munosabat o'rnatdim. Ammo oilam bilan aramizda ozroq masalamiz bor edi. O'zimni eng yaqin his qila oladigan birla hammom bor edi. U mening yolg'iz birla hammom bo'lib, Angliyaga berib, soatlab o'ltirib, uning chechin tarab qo'yatdim. Bir-birimiz bilan baxtli yaqin edik. Balaliqimda Angliyaga berishni o'ylasam, aqlimga hammomlik keladi. U bir kuni menga Facebookda uchur yozdi. Momang bu qilqingni ko'rgan bo'lsa, qabrisida tik o'ltirgan bo'ladi. Bu men hijoblangandan keyingi uchur edi. U menga yana "Nimishq o'zingni o'zgartsan" dedi. Mening hijoblanishim oilam uchun cho'ng bir masalaga aylandi. Bir qancha yilgacha ota-onam va hammom bilan paranglashmadim. Ular bilan bo'lgan munosabatim qaytadan asli kelgandan keyin ko'nglim boshqacha ozodlashib qolgan edi. Chunki oilamning huzurini xuddi men yo'q qilayotgandek his qilib qolgan edim. Yana kelib islomda urug' tuqqanlik munosabatiga sal qarash yomon ish hisoblandi. Oilamiz bilan yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak. Bir qancha oy burun hammom menga uchur yozdi. O'tirimizdagi so'g'oqchilik yo'qab, qaytadan aplashib qolgandan keyingi tuyg'u boshqacha bo'ldi ekan. Chunki men chiqargan qarorim sabablik hayotimda eng yaxshi ko'radigan biridan mahrum qolgandek his qilib qolgan edim. Atrofimdagi do'stlarimga kelsak, ular haqiqatan bek hayron qolgan edi. Burungi holatimga qiyoslaganda, ular mening bundoq bo'lishimni xayoligim keltirmaydi. Ammo hammasi yanada mendan xursand bo'lgan edi. Lekin xizmatimga ta'sir etmadi deyamayman. Xizmat o'rnimdagilar islomdan burungi oq tanlik, qisqa yo'pqiliq, go'zallikni butunlay namoyon qiladigan men bilan mag'rurlanadi. Ammo men hijoblangandan keyin xizmatimdagi qimmatim tushib ketdi. Bundaq ahvolga tushib qelish mening o'zimga bo'lgan ishonchimni ta'virtib qo'ydi. Shu sababdan xeyli vaqtlargacha kameraga chiqmadim. O'zimning qadr-qimmatimni tushunishimga xeyli uzun vaqt ketdi. Musulmon bo'lgandan keyin o'zligimni yo'qotib qo'ygandek his qilgan edim. Shu sababli qalbimda o'zligimni qaytadan barpo qilish uchun xeyli vaqt ketdi desam bo'ladi. Uning ortiqchiligimi, kamchiligimi bor. Agar boshqa Yevropa davlatlari bilan qiyoslasak, dinimizni yashash haqiqatan erkin bir davlat. Ammo musulmon emas davlatlarda bo'lganidek, u yerdami islomga qarshi xato ko'z qarashlar, haddidan ziyoda o'shmanliklarmi yo'q emas. Islomga qarshi xato ko'z qarashlar avjiga chiqqan vaqtlarda menmo ko'p arziyat chekdim. Yevropada hijobli ayollarga bek ko'p hujum qilindi. Masalan, Germaniyadami yoki boshqa bir yerdami ish qilib, hijobli bir ayolni poyezd stansiyasining palanpaydan ishtirayotganligini anglagan edim. Bo'libmi, homildor mazgilimda bakli beorom bo'ldim. Chunki menda tashvishlanish kesili bor edi. Har qatim uydan chiqsam, bugun 100 hujumga uchrayman deb o'ylaydim. Bekatlarda andishidan mang'amaydigan holatga kelib qolgan edim. Chunki birining kelib, meni qatnashning oldiga ishtirib etadiganligi esimga kelib oladi. Shu chaqqicha islomga o'shmanlik qildiganlar bilan do'qurishib qolmagan edim. Aqtallik bo'lganligim uchun bo'lsa kerak, ko'pincha kishilar menga xuddi xoinga qaragandek qaraydi. Ya'ni musulmon bo'lib davlatimizga xiyonat qilding degandek qarashatdi. Ammo ularning bunda qarshi mening xiyolimga kirib chiqmaydi. Yo'lda manganda amal va hech kimga diqqat qilmaslikka tirishatdim. Chunki men ularga qarab, yana bir besimimni ishga qilib olg'im yo'q edi. Asiyalik, arab, afrikalik do'stlarim bundaq irqchilik o'shmanligiga mendan ko'proq uchraydi. Bir qatim YouTube kanalimda bu haqda to'xtaldim. U vaqtlarda yuzimni yugurmagan vaqtlarim edi.
Maska taqashning ular uchun hech qanday masala bo'lmaganidek, Chimbalningmi amaliyotda maskadan ko'p farqi yo'qligini so'zlab mush haqda bir video tarqatdim. Chunki chimbal taqimiga vaqtimdimi qara aboyi kiygashga ular menga terrorchi deyishatdi. Bir qitim Londonning shahar markazida intayin odam ko'p bir mahallada qartallik bir odam tarafidan terrorchi deyildim. Bu haqiqatan hayron qolarlik bir ish edi. Chunki ularmi hayotida bir qitim bo'lsa-mu cho'qim eriqchilikqa, yaklanishga duch kelgan kishilar. U kishi o'zining kamsitilishga uchirgan bo'lishiga qaramay, jahillarcha tap tortmasdan o'z yashaganini menga yashatganligi haqiqatan yuragimni og'ritgan edi. Allohdan u kishiga qanday taqobil turishim kerakligi haqida menga yo'l ko'rsatishini tiladim. Darvaqa aqlimga agar mening o'rnimda Muhammad alayhisalom bo'lgan bo'lsa, qanday ifoda bildirgan bo'ladi degan savol keldi. Balalar Rasulullohga tosh atganda, haqorat qilganda qanday muomala qilgan edi? Ularga vaqirganmidi? Ular tosh atganmidi? Yo'q, albatta unday qilmagan edi. U kishi menga terrorchi deb vaqirdi. Men uningga voy tinchlik, muhabbat egisi qarindishim deb vaqirdim. Yevropada tinchlik va muhabbat ichida yashash nurg'un kishilar uchun tas bir ish. Agar sen yog'liq cheksang, ularning nazarida farqli kishi bo'lib qolsan. Agar chimbal taqqigan bo'lsang, texim farqli bo'lsan. Menmi tex amdi his qildim. Yevropa davlatlarida musulmon bo'lib yashash, musulmon davlatda yashagandan alayda farqli ekan. Addis alayliq azonni, jamoatni seg'inasan. U yerda yashash unchalik oson emas. Men musulmon davlatlarda yashashni yaxshi ko'raman. Musulmon bo'lgan tunji 4 yilimni degidek musulmon davlatlarda o'tkazdim. Yana oxirgi yillarda Yevropaga kelib yashagandan keyin hayotim bakli farqli bo'ldi. Film sohasida xizmat qiladigan birisiga nisbatan hijoblanish bak qiyin bir ish. Kishilar seni yog'liq chekkan holatda ko'rsa, sana salbiy ko'z qarashda bo'ladi. Sening musulmon ekanligingni bilsa, ijodiyatchan emas, yangilik yaratolmaydi. Mutassib deb o'ylaydi. Ya'ni ijodiyatdan asar yo'q deb qaraydi. Keyin Dubayga bordim. U yerda 6 oy uyim va xizmatim yo'q qoldi yashadim. Shu jarayonda Alloh menga bir dars berdi. Alloh menga shuni bildirib qo'ygan ediki, faqat Allohga ishongan vaqtlarda Alloh sana bu dunyodami, oxiratdami sen orzu qilgandan nechasi ortiqini berdi. Dubayda do'stimning uyida yetib qopayotgan mazgilim edi. Uyim va xizmatim yo'q yashab 6 oy bo'lganda tuyuqsiz aqlimga shaytonning bir vasvasasi keldi. Shayton menga yog'liqingni elivassan, eng yaxshi xizmatga o'rlisha olaysan, yaxshi maosh ola olaysan, keyinchi yog'liqingni yana ortib olsang bo'ladi deb tavsiya qildi. Men ajaba shunday qilib baqsammi ya deganlarni o'yladim. Azroq o'ylangandan keyin Allohga yelinib turib, yog'liqimni beshimdan olmayman, dunyoni deb dinimdan voz kechmayman. Sening meni qo'g'daydiganligingga ishonaman. Chunki sen doim iymon etganlar bilan birga dedim. Shu iltijoni qilgandan keyin 100 turani imtihonga meni qabul qilishdi. Chunki film sohasidagi yog'liq atadigan Ayla Atvarisning kimligi ularning diqqatini tortgan edi. Oxirida u ishga qabul qilindim. Subhanalloh. Men u ish orqali Plantlar urushi nomli filmga tayyorlik qilishga boshladim. Bu men uchun tepilg'isiz bir fursat bo'lgan edi. Helim esimde oxirgi kun edi. Qo'shimcha artistlar bilan birga edim. Quyosh o'zining sistemasidan intayin yiroq bo'lgan bir yerdagi cho'l plantning ustida petib ketyotdi. Alhamdulillah deb xursand bo'lganim hali ham esimda. Shu chaqda qum ustida shukr sajdasi qilgim kelib ketgan edi. Yaxshi ko'radigan ishingda utuq qazansang, tortgan jafolaringni ko'zingga ko'rinmaydi ekan. Ishonsanglar, atigan soat 5 da o'rnimizdan turatdik. Kech soat 1dan 3gacha uxlaydik. Yana bir kunda eng jiq 3 soat uxlaydik. Ammo soat jiringlagan hamon o'rnimizdan turib, hammamiz ishga tushib ketdik. Hammamiz cho'lning o'ttirda bir kun kechgacha orom yo'q ishlaydik. U yerda ingliz bir artist bor edi. Davomli roliga moslashtirib, alohida kiyimlarni kiyib oladi. Bozor o'rnidagi bir chedirning ichiga kirganim helam esimda. Rejissor u yerda bir artist bilan paranglashayotdi. Men u artistning mastonasi edim. 1,5 metr kagidek yiroqlikda qo'l qo'shtirib, masligim kep, nima degan go'zal ko'rinish deganimcha qarab turgan edim. Men cho'lda doim u yoq bu yoqqa yugurib, artistlarga issiq o'tib qolmasin deb suv akib beratdim.
Bilemsiz, bizning o'z oddiy ammo intayin qimmatli aslimlarimiz bo'lgan edi. Mana endi filmni har qitim ko'rsam, har qitim u sahna tortilayotganda nalagido mikinvag'anim esimga keladi. Bu haqiqatan ajoyib bir tuyg'u edi. Portlashlarni ko'rish, yana filmdagi ikki plant orasidagi cho'ng to'qinishlarni degandek. Har xil tapanchalarning ovozi, har xil shivirgan ovozlari haqiqatan plantlar urushining ko'rinishi edi. Musulmon bo'lishdan burun hech qanday nishonim yo'q edi. Musulmon bo'lgandan keyingi nishonim Allohning menga bergan butun ne'matlarga loyiq ibodat qilish bo'ldi. Nishonsiz hayotda yashasangiz, kishilar sizni erkin deb o'ylaydi. Oq tanlik g'arbliklarning hayotida yashayotsan. Sen degan erkin bir inson deyishidi. Amaliyotda hargiz undaq emas. Bundaq erkinlik sana xo'shallik ata qilolmaydi. G'arblik bo'lsang, g'arb fikrining quli bo'lib yashaysan. Xo'shallik izlab, doim keyingi fursat uchun chapsan. Ammo musulmon bo'lgandan keyin sen doim xushal yuralaysan. G'amkin vaqtlaringdami o'xshashli xushal bo'la olaysan. Chunki birinchidan sen Allohning yoningda ekanligiga, ko'z yoshlaringni uning ko'rib turdiganligiga ishinasan. Ikkinchidan, har bir qiyinchilikning orqasida bir yaxshilikning borligini bilasan. Alloh taolo mundaq deydi: har bir qiyinchilikning keynidan cho'qim bir yaxshilik bor. Qiyinchilikning oxirida emas. Nurg'un kishilar buni qiyinchilikning oxirida osonlik bor deb tushundi. Albatta shundaq bo'ladi. Chunki hayot degan ba'zida yaxshilik bilan, ba'zi yomonlik bilan, ba'zi xushallik bilan, ba'zi qayg'u bilan davom qiladi. Ammo Alloh buni maqsad qilmaydi. Sizlar yashayotgan qiyinchilik bilan birlikda bir yaxshilik keladi deydi. Ammo sen buni bilmaysan, buni ko'rolmaysan. Buni ko'rish uchun bir qadam keyinga yenishing kerak. Subhanallah. Ba'zi shaxsiy masalalarim tufayli G'azzada yashashimga to'g'ri kelib qolgan edi. Falastin bilan baq qiyin bir munosabatim bor. Chunki Malayziyada falastinliklar intayin ko'p o'ltiraqlashgan. Ularning yashagan qiyinchiliklarga munosabatli ko'p narsalardan xabarim bor. Oilamni Isroilga qarshi falastinliklarning orqasida turishga qoyil qildim. Bu masalada haqiqatan bak aktiv bo'ldim. Men bildigan falastinliklar intayin qaltis kishilar edi. Ularning kuchlikligi insonga ilhom baxsh etadi. Men o'z-o'zimga men u yerda yashayman dedim. Shunga G'azzada yashash fursatini qo'ldan bermadim. G'azzada 3 oy turdim. Agar dunyoning ma'lum bir yerda yashash fursati sunilsa, men albatta Falastinni tanlagan bo'lardim. Falastin shundoq bir muborak yerki, u yerda shunchalik go'zal insonlar bor. Agar siz u yerda bir kun bo'lsin yashab baqsangiz, u yer haqida hargiz salbiy ko'z qarashda bo'lmaysiz. U yerda hayot kechirish sizni Allohga rostil yaqinlashtirdi. Biz bu yerda o'lim xiyolimiz yo'q qoldi yashaymiz. Aksicha o'lim bizning doim o'ylab turishimizga tegishli bir ish. Masalan, urush maydonida bo'lsangiz, tuyuqsiz osmondan tushadigan bomba orqali o'lib ketishingizni o'ylab bo'lsa-mu, hech nimani kechiktirmaysiz. Azon chiqqan hamon tarat og'il oldiraysiz. Namozni vaqtida o'qish uchun doim tayyor tursiz. Subhanallah. Haqiqatan u yerda usti uchuq turmida yashagandek yashaysiz. U yerda kishilarning og'zidan anglagan hikoyalar, internetda anglagan, televizorda ko'rgan hikoyalarga qat'iy o'xshamaydi. Chunki u yerda fojialik hikoyalar bor. U yerdagi hikoya, u yerdagi xalqlarning va ularning oilasining beshidan o'tkazgan haqiqiy hikoya. Haqiqiy yuz bergan hikoyalar asli shu yerda. Ular menga urush vaqtida nimalar yuz berganini, uylarini tashlab qo'yishga qanday majbur qolganligini, o'ttir kechada qo'liga nima chiqsa shuni elib uylaridan chiqib ketganligini, piyoda mong'anligini, qatnashlarining bombardimon bo'lishidan ansirab daldalarga yushirinib qechib chiqqanligini aytib bergan edi. Ular bombardimon qilingan bir kechini menga so'zlab berib, shahar markazida meng'aytib bir ayol bilan uchrashibdi. Bu ayolning qo'lida bir sumka bor ekan. Sumkada uydan chiqishga tamshlayotganda o'ltirilgan o'g'ilning jasadi bormish. Havo bombasi bilanmi yoki sambirak bilan o'ltirildimi bilmadim. U ayol bolasining jasadini tashlab qo'yishga chidamay, beshiga nima kelishidan qat'iy nazar o'g'ilning jasadini ko'mish uchun fursat izlayotgan ekan. O'g'ilni xotirjam bir yerga dafn qilaman deb shaharning o'ttirida sumkani ko'tarib mongan ekan. Bular Isroilning har qitim urush ochganda, har qitim zambirak atganda, har qitimliq razil pilallarda yuz berib turadigan ishlar ekan. U yerdagi kishilarning sabri, kuch-quvvati haqiqatan hayron qolarlik darajada kuchli. Subhanallah.
Shuning uchun Falastinliklarga nisbatan qalbimda cho'nqur sevgi va muhabbat bor. Namoyish bo'lsin yoki iltimos xatlar bo'lsin, qo'limdan kelishicha ularga yordam qilaman. Agar u yerga berib qayta yashash fursatim bo'lsa, ishkilanmasdan shu yerda yashashni tanlayman. Rasulullohning menga ta'sir qilgan bek ko'p taraflari bor. Agar bulardan faqat birini ayting desangiz, uning xarakterida javob beraman. Ya'ni uning hayotida xarakterining favqulodda go'zalligini aks ettirib beradigan nurg'ulg'an yerlar bor. Uning xarakteridan örnek elishqi tegishli yerlarimiz haqiqatan ko'p deb o'ylayman. Masalan, men ona bo'lgan vaqtimda onalik haqida hech narsa bilmaydim. Rasulullohning atrofidagi bolalar nomli kitobni o'qidim va Rasulullohning bolalarga qanday muomala qilganligini o'rgandim. Sevgi va sabr bilan bolalarning yeshiga mos bir shaklda ularni tushunib muomala qilishi, ularning aqliga mos holatda ularga o'rgatganlari va o'g'itish uslubi ajoyib qaltis edi. U bolalarga vaqirmaydi, ularni urmaydi. Ularning yeshiga, xarakteriga mos holda so'zlaydi. Ularning yenda ularda kichik beli bo'ladi. Uning mijoz xarakterida shunday bir mukammallik bor ediki, davlat boshqarishda bo'lsin, mehribonligida bo'lsin, ayoliga muomala qilishida bo'lsin, liderligida, do'stligida bo'lsin, hammasida ajoyib mukammallik bor edi. Subhanalloh. Uning shuncha ko'p ortiqchiligi bor turib, uning haqida qandaqmi birla ortiqchiligini aytib to'xtayalaymiz deysiz. Tunji qitim vahiy kelgan kunni ko'rishni xohlagan bo'lardim. Bundaq tuyuqsiz mo'jiza xarakterlik odamning ishongiz kelmaydigan bir ishga qandaq inkos bildirganligini va ayoli Xadicha onamizning oldiga qandaq borganligini ko'rishni xohlagan bo'lardim. Alloh Xadicha onamizdan, uning Rasulullohni qo'llashidan rozi bo'lsin. U shu vaqtda Rasulullohga ishondi. Onunğa təsəlli bədi. Rasulullah o vaqt yalğız idi. Amma ayol onun üstünü yepib qoydu. Onun arqasında turdu. Bu həqiqətən bək gözəl bir cəryan. Bizningmi hayatımızı özgərtgan ajoyib bir iş. İslam bizga shundaq bir go'zal shaklda yetib keldiki, bu haqda biz bilishga tegishlik nurg'un darslar bor. Har qitim uyingizdan chiqqaningizda xarakteringizning diningizga vakillik qildiganligini unutib qolmang. Bak kamtar bo'ling. Hech kim so'ramaydigan savollarni so'rang. Masalan, pul to'layotgash kassirga qanday ahvolingiz deb so'rang. Ularning kayfiyatini yaxshilang. Chunki bir musulmon bo'lish sifatingiz bilan bundaq qilsangiz, ularning nazarida islomni kamtarlikning ifodasi deb tushunishiga turtki bo'lgan bo'lasiz. Haqiqatan islom kamtarlik dinidir. Pulingiz bo'lmasimi, boshqalarga kamtarlik bilan muomala qilishmi sadiqidir. Rasululloh sizni ko'chada ko'rgan bo'lsa, uning ummatidan bo'lganligingiz uchun sizdan faxrlanamdi yoki xijil bo'lamdi. Bularni xiyolingizga keltirib beqing. Agar siz bu xiyol bilan yashasangiz, islom xuddi yolqinjigan o't kabi hamma yerga tarqaydi. Islom bilan tarqalgan sevgi va kamtarlik soyasida hamma nijotlikqa erishadi. Videoni qo'llashni, kanalimizga ergashishni unutib qolmang. Har qitimliq yangi videodan xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqni o'chiq qo'yib qo'ysangiz kifoya.